Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Futbolda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri Muhammad Saloh va Liverpool o'rtasidagi ziddiyatdir. Germaniyaning Bild nashri xabariga ko'ra, Salohning o'z klubiga nisbatan dushmanlik kayfiyatida ekanining sabablaridan biri Bayerndan Florian Wirtzning transferida, chunki Slot unda Salohni chetda qoldirib, jamoaning yangi hujumkor yetakchisiga aylanishi kerak bo'lgan futbolchini ko'rmoqda. Qayd etilishicha, Liverpool bu ziddiyatda Arne Slotni qo'llab-quvvatlamoqda. Shu bois Saloh qishki transferlar vaqtida jamoani tark etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Liverpool 2025-yilning yozida Florian Wirtzni qariyb 140 million yevroga sotib olgan edi. Bu mavsumda u barcha musobaqalarda 20 ta o'yinda 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yangi mavsumga o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'ygan Qo'qon 1912 jamoasi 2026-yilgi mavsum oldidan yangi murabbiy bilan kelishuvga erishdi. Paxtakor, Metallurg va Dinamo kabi jamoalarda muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan mutaxassis Andrey Shpilov yangi mavsumda Qo'qon 1912 jamoasiga bosh murabbiylik qiladi. Murabbiy Paxtakor jamoasi bilan birgalikda uzoq yillar davomida ishlagan va sherlar safida bir necha bor O'zbekiston chempioni va kubok sohibiga aylangan. Saudiya Arabistoni ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saudga tegishli kompaniya Barselonani sotib olish uchun pul to'lashga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Kompaniya 12 milliard yevro evaziga klubni sotib olmoqchi. Ular klubning qarzini to'lashga va pulni naqd ko'rinishda berishga tayyor. Muhammad bin Salmon Al Saud menga Barsani bering va men uni futbol tarixidagi eng yorqin galaktikaga aylantiraman degan iborasi bilan futbol olamida shov-shuvga aylandi.